Allo, Allo. assalomu alaykum. Salom. Go'zalxon opa, siz bo'lasizmi? Ha, men. Ahvollaringiz yaxshimi? Zo'r bezovta qilib qo'ydik. Yo, mayli gapiravering. Bugungi Alloh inom qilgan fayzli kun va ushbu ajoyib kunlarda qarshi olayotgan yana bir yoshingiz, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat. Tabrik so'zi loyihasidan boshlovchi Hurriyatxon bo'laman. Bu oddiy qo'ng'iroq emas, bu quvonch, sog'inch va samimiy tilaklar bilan to'la yurak ovozi. Sizga bir insonning yuragidan joy olgan mehrga to'la so'zlari bor ekan. U kishi bu tabrikni aynan sizga yetkazishni istadilar. Ha, rahmat. Tashakkur. Sizni hech bir kunga unutmaydigan, har doim duo qiladigan kim bor deb o'ylaysiz? Bu so'zlar kimning ko'zidagi yoshi, yuragidagi quvonchi va tilidagi duo deb o'ylaysiz? Siz kimni ko'z oldingizga keltirdingiz? Balki o'sha insondir. Uydagilarim, ukalarim, singillarim, ota-onam. Mashalloh. Albatta, sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi barcha oila a'zolaringiz tomonlaridan mehriboningiz, dadajoningiz, Egamberdi otamiz tabriklab qolmoqdalar. Ha, rahmat. Otajonim umri uzoq bo'lsin. Ilohim. Qolaversa onajoningiz Mehrxon opa, ukajoningiz Islomjon aka, Ikromjon aka, jiyanlaringiz Ibrohimjon, Imronjon, Muhammadjon va barcha yaqinlar tomonidan Egamberdi otamizni sizga atalgan tabrik so'zlarini Allohni vakil qilib, roziligini niyat qilib o'zi qodir etganchalik o'qib eshittirsam maylimi? Mayli. Rahmat sizga. Assalomu alaykum, qalbimning iftixori aziz qizim. Bugun sening dunyoga kelganing mening hayotimdagi eng ulug' kun. Sen dunyoga kelganingda yuragimga ilk bor ota bo'lish baxti joy oldi. O'sha kundan beri men faqat bitta narsani istadim, seni baxtli ko'rishni. Sen ulg'ayding, men esa seni har bir qadamingda kuzatib, faxr bilan qarab keldim. Sen mening yuragimning davomisan, sen hayotimdagi eng buyuk ne'matsan. Har bir mehrli so'zing, har bir ezgu harakating, insoniyliging meni faxrlantiradi. Men sen bilan faxrlanaman qizim. Sen hayotimda eng go'zal duoyimning javobisan. Alloh seni pok niyatlaring, orzularing ila yuksaltirsin. Yuzingdan kulgu, qalbingdan nur, hayotingdan baxt hech qachon arimasin. Sen qandayin inson bo'lib ulg'aygan bo'lsang, bu mening eng katta yutug'im. Sen bilan faxrlanish. Bu men uchun shunchaki gap emas, bu mening butun borlig'im. Tug'ilgan kuning muborak bo'lsin azizim qizim. Ko'ngling faqat xotirjamlikda, yuraging faqat muhabbatda, hayoting faqat duolarda bo'lsin. Seni Alloh yo'lida baxt sari yurgan kuchli, dono va mehribon ayol sifatida ko'rishni istayman. Dunyodagi eng baxtli ota menman, chunki mening qizim sensan. Cheksiz mehr bilan seni chin yurakdan sevuvchi va seni har doim duo qiluvchi otajoning, deya Egamberdi akamiz ushbu satrlarni sizga yo'llabdilar. Rahmat. Dadajonim juda ham yaxshi ko'raman. Onajonimni ham yaxshi ko'raman. Umrlari uzoq bo'lsin. Ilohim. Aytganingiz kelsin, barcha oila a'zolari tomonidan Egamberdi otamizni tabrik so'zlarini qabul qilayapsiz. Agarda sizdan ham mehriboningiz, dadajoningiz uchun aytar so'zu tilaklaringiz bormi, marhamat, siz ham yetkazib berishingiz mumkin. Ha, albatta. Ota-onamning umri uzoq bo'lsin. Yuzlariga kirsin. Onam bilan qarilik davrini surish nasib qilsin. Ukalarimni ham juda ham yaxshi ko'raman. Singiljonimni, kelinlarimni Olmasin, juda ham yaxshi ko'raman. Mashalloh. Ilohim mana shunday baxtingizga ko'z tegmasin, bundanda barqaror, bundanda gurkirab, bundanda mustahkam bo'laversin va har doim hayotning mana shunday go'zal kunlarida dadajoningiz, onajoningiz, oilangiz bilan birgalikda baxtli hayot kechirishlik sizlarga nasiba ro'za aylasin. Ana endi dadajoningizni yana bir she'riy nomalari bor edi, shuni ham taqdim etsak-u, so'ngra suhbatimizni yakunlasak maylimi? Ha, mayli. Rahmat sizga. Samoga ko'tarib tolsa ham bilak, sen uchun yurakdan tilay bir tilak. Sevinib hapqirib bormoqda yurak, quvonchdan shodlanib qumnasin ko'nglim. Tavallud ayyoming muborak qizim. Doimo quvonchdan kulsin ko'zlaring, qalbimga malham buyurib tursin so'zlaring. Onamni eslatib yursin yuzlaring, baxtingdan quvonib yayrasin ko'nglim. Ayyoming muborak mehribon qizim.
Hayoting quvonchu shodlikka to'lsin. Baxt, omadlar hamrohing bo'lsin. Farzandlar kulgusi uying to'ldirsin. Bobom deb kelganda yayrasin ko'nglim. Ayyoming muborak, mehribon qizim. Doimo bo'lib qol o'z uying do'ri. Qalbingda o'chmasin islomning nuri. Otajoningni bo'lgansan ardoqli xo'ri. Onangdek duo qilib yayrasin ko'nglim. Tavallud ayyoming muborak qizim. Bizni baxtimizga bo'lib yurgin sog' ko'zingdan oqmasin alamli ko'z yosh. Bironta ohingga bera olmam bardosh, bardam bo'l. Shashtingdan yayrasin ko'nglim. Tug'ilgan kuning muborak qizim deya ushbu ajoyib chiroyli dil izhorlarga qo'shimcha ravishda she'ring nomini ham dadajoningiz sizga yo'llabdilar. Katta rahmat avvalambor e'tibor uchun. Tashakkur. Sir bo'lmasa necha yoshni qarshi oldingiz? 34. Mashalloh, 34 bahoringiz muborak ilohim. 100 yoshlarni ham qarshi oling. 100 yoshlarda ham mana shunday mehr oqibatingiz mustahkam bo'lsin va bugungidek ayyomingizni unutilmas eng chiroyli holatda o'tkazib olishingizni tilakdoshimiz. Biz uchun ajratgan vaqtingiz uchun rozi bo'ling. Ayyomlar muborak bo'lsin. Rahmat sizga ham. Salomat bo'ling.